Hammaga salom do'stlar. Hozir Islom Maxachev va Ilya Topuria o'rtasidagi jang barchaning e'tiborida. Bu jang sodir bo'ladimi yoki yo'q? Buni hozircha bilmaymiz. Lekin barcha UFC jangchilari ushbu jang tahlilini qilishmoqda. Hozir esa ushbu jang bo'yicha mashhur jangchilarning taxminlarini o'zbek tiliga tarjima qilib sizga taqdim qilaman. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Haqiqatni aytsam, Islomning mag'lubiyatini taxmin qilish men uchun qiyin. Ajoyib kurashchi janglarini doim nazorat qiladi va men Ilya qanday qilib o'z uslubini majburlash mumkinligini tasavvur qila olmayman. Biroq Topuria shunchaki zarbalar bilan oldinga tortuvchi jangchi emas. U sovuqqonlik bilan to'g'ri fursatni kutadi va 5 raund davomida nokaut qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. U butun jangni boy berishi mumkin, lekin oxirida hech kim ishonmaydigan natijani ko'rsatishi ham mumkin. Ana shunda qiziq bo'ladi. Bu jang qanday kechishini oldindan ayta olmayman, lekin ishonchim komilki, Islom Maxachev Ilya Topuriyaga chempionlik imkoniyatini berib qo'yish kerak emas. Agar Islom g'alaba qozonsa, odamlar yana u yengil vaznda yana bir raqibni yengdi. Bu g'alaba unga hech narsa bermaydi deyishadi. Xuddi Volkanovski bilan bo'lgani kabi. Ammo agar u mag'lub bo'lsa, butun meros xavf ostida qoladi. Bu juda katta tavakkal. Men unga bunday imkoniyatni darhol bermagan bo'lardim. Ko'p narsa Islom Topuriyani parterga tushirishga muvaffaq bo'ladimi yoki yo'qmi? Shunga bog'liq. Chunki Ilya oldingi janglarda ham orqasi bilan yerga yiqilgan holatlar bo'lgan. Shuning uchun mening fikrimcha Topuriya juda katta surpriz ko'rsatishi ham mumkin. Islomning Volkanovski bilan ilk jangi juda yaqin kechgan. Ko'pchilik Volkanovski g'alaba qozongan deb hisoblagan. Demak, bu Dog'istonlikka qarshi ishlaydigan strategiya allaqachon mavjud. Bundan tashqari Maxachevning oxirgi jangida Poryegaga qarshi u men kutgancha ishonchli ko'rinmadi. Barchaga hurmat bilan men tomonimga hech qanday g'azabsiz aytaman. Men sabrsizlik bilan kutyapman. Qachon Islom shu mitta odamni nokaut qiladi va uning karyerasiga nuqta qo'yadi. U UFC'dagi eng yoqimsiz jangchi. Hatto Conor ham uning oldida ancha aqlli ko'rinadi. U hech kimni hurmat qilmaydi. Doim faqat uning soxta egoist haqida eshitamiz. Bundan tashqari u hali hech qachon haqiqiy kurashga duch kelmagan. Lekin tez orada o'zining haqiqiy bahosini bilib oladi. Menga Ilya yoqadi. U qanday jang qilishni yaxshi ko'raman. Menga Ilya yoqadi. Uning jang qilish uslubini yaxshi ko'raman. U xavfli jangchi, yosh bo'lsa ham tajribali. Xuddi kichkina Alex Pereiraga o'xshaydi. Ammo men tushunmayman, nega unga Islom Maxachev kerak? U faqat katta yulduz bo'la boshlagan paytda hamma narsani tavakkalga qo'yish eng yaxshi qaror emas. Islom har qanday jangchi uchun dahshatli tush. Ayniqsa kimdir uning divizioniga ko'tarilsa va bo'y pasti jihatdan undan kichik bo'lsa, bu yerda qutulib bo'lmaydi. Ilya ajoyib chempion. Men ilgari u bilan birga mashq qilganman. U mustahkam jangchi, lekin divizionlar bekorga mavjud emas. Tushunyapsizmi? Har bir vazn toifasi o'ziga xos. Islom hozir pound for pound reytingida 1-o'rinda. U yengil vazn uchun allaqachon kattaroq o'lchamga ega. Nima deyish mumkin? U dominant chempion. Hozir uning atrofida g'olib aurasini ko'rish mumkin. O'ylaymanki, Topuria uchun Islomga qarshi jang juda qiyin bo'ladi. Menimcha Ilya yengil vaznga ko'tarilish kerak, chunki u katta nomga ega. Bizning divizionda qanchalik ko'p mashhur jangchilar bo'lsa, shunchalik foyda. Bu katta pullar va yengil vazn yanada ommalashadi. Lekin u shuni tushunib yetish kerak. Bizning divizion boshqa barcha vaznlarga qaraganda ancha universal va xavfliroq. U yaxshi bokschi, kuchli nokaut zarbasi bor. Ammo masalan, men unga juda noqulay raqib bo'lardim. Xuddi Islom kabi. U bizga qarshi kurash juda qiyin bo'ladi, lekin kelajakda u kuchli 10lik yoki 5likda bo'lishi mumkin. Bu kichkina tahlilchining butun mohiyati shundaki, u ahmoq Ilya Topuria yoki qandaydir boshqa kimsalar ortidan ergashib, 30 yoshda faoliyatini tugatishni xohlaydi. U jangchi emas. Yengil vaznda uni yo'q qilishadi. Hatto qishloq animesida Dastin uni yerga qulatib, o'z o'rniga jo'natadi. U shunchaki mening obrazimni nusxalayotgan ahmoq kichkina tahlilchi. Hatto nutq ham so'zlay olmaydi. Xarizmasiz va aqlsiz odam qiyofasiga ega. Uning yengil vaznda imkoniyati nolga teng. Men Ilya uchun o'yin o'tkardim. Men Ilyaning kuchli kurashchilarga, bolaligidan buyon shu ish bilan shug'ullanadigan olimpiadachilarga qarshi jang qilishni ko'rdim. Ular birgina xatoga yo'l qo'ysa, darrov taslim bo'lishadi. Shuning uchun men uning Islomga qarshi jangida bor mulkimni o'tkardim. Videoni ko'rib turgan har bir insondan bir narsani so'rab qolgan bo'lardim. Mening yopiq Telegram kanalimga obuna bo'ling. Siz bu yerda MMA va boksning eng so'nggi yangiliklarini ko'rasiz. Barcha UFC turnirlarini jonli efirda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Kelinglar birgalikda O'zbekistondagi eng katta aralash jang san'atlari sahifasini yaratamiz. Telegram kanalim uchun havola video opisaniyasida va kommentariyada qoldiraman. Obuna bo'lishni unutmang. Tarixni birgalikda yaratamiz.